Tezkor yangilik. Assalomu alaykum aziz tomoshabinlar. Kanalimizda yangi bo'lsangiz albatta obuna bo'lishni unutmang. Like bosgan qo'lingiz dard ko'rmasin. Bugun ob-havomiz sal qaytdi. Salqin shabada esyapti. Shunday bo'lsa ham keksalar va yoshlarni ko'chaga chiqarmaslikni tavsiya qilamiz. Ko'proq suyuqlik iste'mol qilib, lekin kechagidan anchagina yaxshi ob-havo. Hammangiz hurmatdasizlar. Albatta like bosib taqib qo'yamiz hammaga. Charchamanglar, hammaning ishiga omad.